Allah'ın kudreti bilen şimdi yolunu açıp koyarken bari mana shu Heybatullah'ı ushlab ziyorat qilib yo'lingni shunday ochib qo'yarkan hech kim to'smaydi ekan. Shunday borib ushlaysan ekan. Xudodan shunday so'ragan zamonating yetib borasan ekan. Allohim o'zingni betingni ushlab yuzlarimga surtishni nasib ro'za aylagin deb shunday yoshab qarab yurdim. To'g'ri borib ushlab yuzlarimga surtib Xudodan so'rasang Xudo beraverar ekan-da. Endi atrofida aylanib tavob qilib o'taman. Yurtimizga tinchlikni so'rayapman. Hamqishloqlarimizni kelishligini, barcha tanishlar, butun o'zbek xalqi, musulmon xalqi bor. Shaylarga kelib Allohning baytini ziyorat qilishlikni nasib o'zi aylasin har bandaga.